Necha baraka bo'ldi akalar? Necha ketdi? 4 million. Qo'shqorchamida? Qo'shqorcha 4 millionga baraka bo'lgan azizlar. Termiz Chorva bozoridamiz. Bugun 8-bar sanasi bilan Termiz bozoridamiz. Video boshlanmasdan birdan like bosib qo'yaverasizlar. Surxon Obzor kanali sizlarga yangilik ulashdan charchamaydi. Qancha bo'ldi xolajon bu? 2 million. Nima deydi? Qurg'ochi ekanda. 2 millionga olingan qo'zilardan. Termiz bozoridan to'g'ridan-to'g'ri narxlarni yoritib boraveramiz. Bu narxini bilmaysizmi? Qashqani mana. Narxi noma'lum. Savdosi qancha bo'lib qoldi bu? Qo'shqorchalar. Shishak chori panja. Qaysi mana shishakmi deyman? Nima bu chori? Chori qo'shqor. Qancha ko'tardi bozor? 6,5 million. Bermadigan. Qo'zlari-chi, qo'zi qo'shqorlar. 4,5 dan bitmayapti qo'zi qo'shqorlar. Bular kichkinalar ham qo'shqorlarmi? Bular qanchadan? 4,5 dan bitmagan shularmi? Qaysi mana ular? Ko'raverasizlar azizlar. Termiz bozoridamiz. Termiz shahrida katta masjidning ro'parasida joylashgan zamin turar joy majmuasidan savdo do'konlari hamda 2 yoki 3 xonali uy xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimiz chegirmali narxlarda xarid qilishga ulgurib qoldingizlar. Xonadonlar soni chegaralangan. Batafsil ma'lumotlar uchun video ostida qoldirilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilsalaringiz bo'ladi. Sizlarga batafsil ma'lumot berishadi. Videoga birdan like bosib qo'ysalaringiz, bizlar Surxon Obzor kanali sizlarga yangilik ulashdan charchamaymiz. Qancha bo'lib qoldi ekan qo'zi? 3,5. Urg'ochi qo'shqor. Qo'shqorcha 3,5 millionga berilmay turibdi. Necha bo'lsa oling dedingiz xaridorga? Ha? 3 million 400. Bo'lsa oling gap. Qo'shqorchami ekan? Qancha bo'lyapti savdosi? 3,5 millionga yana bir qo'shqor, rangi tiniq. Qo'zida hali, ha? 6 oylik. 6 oylik qo'zi. Ko'raverasizlar. Necha bo'lsa oling dedingiz xaridorga? Beramiz bir O'taveriladi. Ko'raverasizlar. Qaysi baraka bo'ldi akalar? Mana bunisi baraka bo'ldi. Qo'shqorda. Necha ketdi? 6 millionga shishak chorib. Qo'zi qo'shqor shishakka chiqmagan. Gap yo'q, 6 millionga baraka bo'lgan, yeti bor ekan azizlar, bir qarashda bilinadi. Boqilgan ekan ancha. Sotganga ham olganga ham barakali bo'lsin deb qolamiz. Gap yo'q. Qashqa qancha bo'lib qoldi? Sog'liqda. Qancha bo'lyapti savdosi? Necha? 4 aytilishi. Hop. 4 aytilishi endi savdosi bo'ladi, ha? Gap yo'q, azizlar, to'g'ridan-to'g'ri narxni chiqaraveramiz. Assalomu alaykum. Og'a sotyapsizmi? Qanday bo'lyapti savdosi? Savdo 5 million yapti. Bo'g'oz to'qlalar. Bo'g'oz to'qlalar. 5 ta maho qo'yyapsiz-a? 5 ta ham qo'yapmiz. Bitadigani qanchadan ekan? Bitadigan sizlar kelishamiz. Xaridorlar kelishiladi, ha? Ha. Izi ko'pmi? Izi ko'p. Bo'lmasa raqam qoldiraylik manzil bilan. Manzil Termiz, telefon nomeri ayting. 97 kodi bilan 225 0016 raqamni qo'ng'iroq qilaverasizlar. Baraka bo'ldimi ekan bu? Necha ketdi? 6,5. Mana. Katta qo'shqor ekan, 6,5 millionga baraka bo'lgan. Bunaqa katta qo'shqorlar Termiz bozorida juda ham ko'p. Oldin kelganimizda bir afg'on qo'shqor kirgan edi, katta 10 millionlik. Endi hozir ko'rsatib o'tamiz. Qani, yana bu hafta ham bormikan, yo'q? Shoxdori savdosi bo'lyaptimi? 35 bo'lyapti savdosi. 35 bitmayapti. Chekildi, sotildi. Qo'shqorchada. Akalar kelishingizlar ulg'aygan kunlari. Bitib turgan savdoni qaytarmangizlar akalar. 35,5 ketdi aka. 35,5 ga baraka bo'lgan qo'chqorlardan gap yo'q. Mana sotganga ham olganga ham barakali bo'lsin deb qolamiz. Mana gap yo'q. Surxon Obzor kanalida ko'raverasizlar. Aka qo'zilar qancha bo'lib qoldi? 6 deb o'tirdi. 6 milliondan baho qo'yilib turibdi. Bolalar qo'chqorcha, urg'ochi. Bravo urg'ochi, bravo. Biri urg'ochi, biri qo'chqor. Gap yo'q. Xaridor necha ko'tardi bugun, bobo? 5 million qildimi? Nechigacha ko'taradi? 5 gacha, 5,5. 5,5 milliongacha. Qo'zilib qo'y, bitmagan. Sog'liq qancha bo'lib qoldi ekan?
4 milyon 300 aka. 43 ga bitmayapti. Qisirmi bo'g'ozmi bu? Qisir. Necha bo'lsa oling deyapsiz? 3 milyon 8. 3 million 800 da bo'lsa baraka deyilyapti. Qo'zili qo'yda. Surxon obzor. Necha so'rayapti xaridorlar? 6 milyon 700 so'rayapti. 67 ga bitmayapti katta qo'zili qo'y. Qo'shqorcha urg'ochi. Necha bo'lsa bitar dedingiz? 69 da bo'lsa baraka. Bolasi qo'shqorcha. Gapi kattagina qo'y ekan. Og'a shoxlar qancha olib qoldi? Qavli qo'chqor 2 million deyapti. 2 million aytilish bahosi, ha? Ha, aytilishi. Bitadigani qancha? Qo'l qo'ylarimiz kelaveringizlar. Gap yo'q. Surxondaryoning qo'ylari Termiz Armol bozori arzon olaveringizlar. Termiz bozor arzon deysiz-da? Arzon aka. Gap yo'q. Bu nima paroda bu? Bu qozoqdagi bo'lsa kerak. Roman emasmi? Roman. Romanmi? Ha, Roman qo'ylari. Bunisi-chi? Bunisi o'zimiz joydari. O'zbaki, o'zimizda. O'zbaki, ha. Gap yo'q. Necha bo'lyapti? To'qlida? Ha, bu to'qli. Qancha? 2, bunisi 2,5 deyapti. 2.5 baho qo'yib turibdi akamiz. Gap yo'q. Agar Arzon qo'ylarimiz. izi ko'p bo'lsa nomer qoldiramiz aka. Nomer qanday? Shart emas, ha? Shu nomer. Gap yo'q. Rahmat aka. O, mana azizlar, sovliq qo'chqor aralashmi ekan sotuvchi aka? Sovliq qo'chqor aralashmi? Qanday bo'lyapti savdosi? Bu qo'chqormi bu? Qancha bo'lyapti? 4,5 gacha. 6 baho qo'yilyapti. Qashqacha. 43 bo'lib qolgan sovliqda. 5 million baho qo'yilyapti. Gap yo'q. Ko'raverasiz. Qayerda qo'ylari bular aka? Namuna. Mana semiz qo'chqormi? Qashqa? Yo'q, urg'ochi bu. Sovliq. Bo'g'oz deyilyapti. Bu qancha bo'ldi? 7 aytilishi. Bu mana azizlar. Katta qo'chqor ekan-da. Shishak chori, panji. Chori qo'chqor. Chori qo'chqor deyilyapti azizlar. Ko'p kattagina qo'chqor. Necha bo'lyapti savdosi? 5,5. 5,5 aytilishi. Ya bu bo'lgani. Berilmagan 5,5 millionga chori qo'chqor. Aytilish qancha bo'ldi aka? 6 million baho qo'yib turib sotuvchi akamiz gapi. Kattagina chori qo'chqor. Savdosi qancha bo'lib qoldi baba? Qo'chqorchami ekan? O'zingiz ko'rinmaysiz, o'zingiz ko'rinmaysiz. Qo'chqor. Qora qo'chqor 5 ga bitmadimi? Necha bo'lsa baraka degan. 5,5 baho qo'yib turibdi. Shaka chiqmaganda hali. Qo'zi qo'chqorda. Gap yo'q, savdongizni bersin, rahmat. Surxon obzor. YouTube kanali Surxon obzor shundan chiqadi. YouTube'da ham, Instagram'da ham bor. Sizda savdo qanday? Qashqan savdosi? 10 aka, 10 aytilishi. Qo'chqorda. Qo'chqor aka. Shishak chori panja. Chori. Chori qo'chqor 10 aytilishi. Bozor qancha ko'tardi? 78 gacha bozor ko'tarib turibdi azizlar mana. Termiz bozorida bunaqa katta qo'chqorlar ko'p juda ham azizlar mana. Termiz chorva bozoridamiz. Buni izi bormi faqat shumi? Bitta. Izi bo'lsa nomer qoldirardik-da, telefon raqam. Yo'q. Savdongizni bersin, mana ko'raveramiz. Yo'q. Kattagina qo'chqor ekan. Qo'zili qo'y qancha bo'lib qolibdi ekan? 6 milyon 200 ga 300 ga so'rayapmiz mendan. 6 million 300 gacha ko'taryapti xaridorlar. Urg'ochi qo'chqor. Qo'chqorcha bolasi mana. Necha bo'lsa oling dedi sotuvchilar. 6,5 baho qo'yib turibdi. 200 ming qolibdi orada. 200-300 ming. 6 milyon 300 ming. 6 million 300 ga kelishingizlar endi. Ko'targan bo'lamiz-ku. Shunday. Shunchaga bersa olamiz. To'g'ri. Kista ko'targani savdo bo'ladi-da. Ha, shunday. 63 ga bitmayapti azizlar. Ko'raverasiz. 6,5 bo'lsa oling deyapti egalar. Barakami? Gap yo'q. Necha ketdi? 54,5 ga qo'chqorda. Qo'chqor qo'zi. Shaka chiqqanmi yo'qmi? Yo'q, qo'zi hali. Qo'zi o'sadigan qo'chqorda. O'sadi. Gap yo'q mana. Sotganga ham olganga ham barakali bo'lsin. 54,5 gap.
Baba sizlardanmi? Savdosi qanday bo'lyapti? Qo'chqor urg'ochi. Bular qo'chqori ham bor, urg'ochisi ham bor. Qo'chqori ham bor, urg'ochisi ham bor. Bozor qancha ko'tardi bular? Mana shularni 3 million 100 dan 3 million 300 3 million 200 gacha. Bermagansiz. Yo'q. Nechidan baho qo'ydingiz? 2,5 bo'lsa, 3 million 200 bo'lsa, ketadi. Mana 3 million 800 bo'lsa. 3 million 800, 3 million 200, 3,5. Qo'chqorlar beriladi azizlar. Qayerda edi manzil? Namuna manzil. Manzil Termiz Namuna. Telefon nomer qoldirmaymizmi xaridorlarga? Oladigan bo'lsa qoldiramiz. Ayting. 99lik. 99 kodi bilan 949 949 59 78. 59 78 raqamga qo'ng'iroq qilib, istasangiz akamiz uyiga borib savdo qilsangiz ham bo'ladi. Azizlar, raqamga qo'ng'iroq qilib bizda Surxon Abzor kanalimizda aytsalaringiz yana ham kelishtirib beriladi. Bular ham sizlardan. Istasangiz mana bunda so'yishga tayyorlari ham bor, ha? To'y hasham marosimlariga. To'y hasham marosimlariga ham bo'laveradi. 35 Mana. Bularni ichidan qilib berasiz aka? Bularni 5,5 dan yapam, 5 milliondan 4 million 600 4,5gacha beramiz. 4,5 milliondan ham barakani bosib yuboraman deyapti. Mana ko'ryapsiz. Necha baraka bo'ldi aka? 54,5. Boyagimi? Boyagi qo'zi qo'shqor 54,5. Gap. Savdo qilgan qiladigan yo'q. Va qaros aylab tur. Aylab o'tib, aylab o'tib savdo. Naq deyapman, aka aylab o'tib. Bo'lmaydi. Sotma, boshqa. Qo'zg'olg'i qancha bo'lib qoldi? 5,5 bo'lib qoldi. Mana qo'zg'olg'i qo'y deyapti, gap yo'q. Mana. Necha baho qo'ydingiz o'zingiz? Qancha baho qo'ydingiz? 6,5 aytilishi yana ham kam. Qo'chqorcha urg'ochi. Buning o'zimi? Bu qo'zg'olg'i shuncha bo'lyapti. Gap yo'q. Savdosi qancha bo'lib qoldi aka? 39 sovliqda. Qo'chqor 39 ga bitmayapti azizlar. Necha bo'lsa oling dedingiz? 4 million bo'lsa baraka. Aka baraka bo'ldimi u? Baraka bo'lgani yo'q. Qo'zg'olg'i qancha bo'lib qolibdi? 6 deyapman. 6 aytilishi. Aytilishi 6. Qayerda qo'ya? Gulbahor. Termiz Gulbahormidi? Qo'chqorcha urg'ochi. Bozor necha ko'tardi? 5,5. 5,5 ga ko'taribdi bozor. Izda bormi faqat shumi? Bizda bor uyda tugatdi hozir. Yo'q, uyda izi bo'lsa telefon raqam qoldirsak nima deysiz? Ha? Yo'q. Nomer qoldirmaymiz, ha? Qo'zg'olg'i qancha bo'lib qoldi, og'a? 6 deyapmiz. 6 million so'm aytilish bahosi. Bozor necha ko'tardi bugun? 5,5. 5,5 gacha bozor ko'tarib turibdi ekan. Gap yo'q. Mana ko'raveradi. Sizda savdo qanday qo'zg'olg'i, og'a? 5,5. 5,5. So'ragani shuncha bo'ldimi, aytilishimi? Aytilishi hozir 5,5. Aytilishi 5,5 million. Qo'chqorcha urg'och. Ona bola bir. Xo'p. Xaridor qancha qilishdi? 5 ga chiqdimi yo'qmi? 5 birga. 51 gacha so'rab turib xaridorlar. Mana qo'zilib qo'ydi. Azizlar ko'raverasizlar. Yillik po'sha cheki belosini sizga boradi. Savdosi qanday bo'lgan? Bu qora. Qo'chqorcha urg'ochi. Qo'chqor. Qo'chqor. 29,5. 29,5 bo'lyapti. Bitmayapti. Bitmayapti. 30 ber deyapti. 3 million bo'lsa olingan. Qiynalmaydigan odammiz dedingiz. Mana to'g'ri kelinglar. Azizlar 50 ming qolyapti orada. Kelishingizlar. 50 ming qolyapti. Endi bozor shunisi bilan qiziqda. Shuni oling. Surxon Abzor. Hozir bo'lsa olmaydi. Hozir 29. 29,5 bering mayli. Hozir yarim emas. Hozir 29. Juda mayda. Yarim demayman. Hoji bobo. Nomimizga yashashgan juda maydalabdilar. Jonim mayda emas. Endi olgan odam rasxod qiladi. O'zini ham qarang endi. Pulni ham qarang-da. Sotuvchi aka. Kelishingizlar endi 50 ming qolyapti oradan. Bir kilo go'sht bor. Hozir 2 million 950 ni beringlar. Hozir 29. Yo'q, undan kamiga 1000 so'm kamiga
pulga yo'q, hoji bobo. Xafa bo'lsangiz Yo'q, nima bo'laman, pulim bo'ldi. Shunday ko'raverasiz. Savdosi bitmayapti, hozir 29,5 qo'chqorcha mana. Ko'ringlar. Kelishingizlar, kelishingizlar. zo'r vaqt bo'ldi. Endi qaytarib. Sotuvchi aka, yaxshimisiz? Qanday bo'layapti qo'zi? Qo'chqorcha urg'ochi, Qashqa. Urg'och. Qancha ko'tardi bozor? 5. Yena bo'ladi? Oldagi yenasi Qashqa. 5,5 million berilmagan. Necha bo'lsa oling dedingiz uni? 57. 57. Bularchi? Bular bo'g'oz. Xo'p, to'g'ri. Bo'g'oz 4 million bo'lsa beramiz. 4 million bo'lsa baraka. Xo'p. 5 million. Bunisi 5 million. Sog'liq. Ikkinchi to'g'ri. Ko'raverasiz. Mana azlar katta qo'shqorlardan so'raganlar uchun Termiz bozorida eng katta qo'shqor desa, qo'shqorda mana va? Qo'chqor aka. Shak chori? Shakka chiqamiz kerak. Shaka endi chiqyapti demak. Bunda yosh kattaga ham o'xshamaydi. Lekin rosa boqilganda. Gapi. Necha so'rayapti xaridorlar? 7. Bitmadi. Bo, ertaga 70. Necha bo'lsa oling dedilaringiz? Necha baho qo'ydingiz katta qo'shqorga? Katta qo'shqor 7,5 deyapmiz aka. 7,5 baho qo'yilgan, 7 ga bitmagan azizlar. Mana. Mana hozir xaridor bobolarimiz kelib, ko'rib, tekshirib yurishibdi. Qo'zi qancha olib qoldi, qo'zi? Qancha berasiz o'zi? Turxon Abzul. To'g'ridan-to'g'ri azizlar ko'rsatib boraveramiz. Akalar qayerda qo'ydilar? 40 ta. Rahmat, Allohga shukr. O'zingiz qalaysiz, to'g'rimi? Echkilar qancha bo'ldi? 22 dan. Qisirmi, bo'g'ozmi? Bolalari bo'lib sotilgan, uloqlar. Mana azizlar ko'raverasizlar. Nechidan bo'lsa beraverasiz kattalarni? 18lardan bo'lsa baraka. O'zimizning kanalimizga obunachilari kelishtirib, chiroyli narx qilib berishadi. To'ylar qancha bo'ldi? Bular hammasi qo'chqormi nima? Ha, olingan. Olingan. Qanchadan? Buni 6 millionga olgan, narxini bilmadim lekin. 6 millionga mana katta qo'chqor olingan, gapi. Qo'zilarga qancha olib qoldi? 6 aytilishi, xo'p. Qo'chqorcha urg'ochi bolasi. Bolasi urg'ochi. Necha bo'lsa bera olasiz? 58 bo'lsa baraka. Manzil Termiz 40 yillikda. Telefon nomer qoldiraylik xaridorlarga. Echko'loq, taka, sarka, qo'chqor, sovuliq, qo'ziqo'y, qisqasi hammasi bor ekanda. Ayting. 94 kodi bilan 590 0092 raqamga qo'ng'iroq qilsalaringiz bizda Surxon Abzor yoki Sanjar Media kanalini aytsalaringiz chiroyli narxlarda kelishtirib beradi og'amiz gapi. Mana. Ko'raverasiz. Rahmat. Surxon Abzor. Hamas. Yana bir qora to'g'ridan-to'g'ri qo'chqorlardan ko'rsatib o'tamiz. Azizlar katta qo'chqorlar ekan. Qo'z qo'chqorda. Qayerda qo'z qo'chqorlar? Manzil. O'zimizda. Sayroq. Boysun. Qancha ko'tardi xaridorlar? 3tasini 5,5 milliondan bitmagan. Ikkita qora, nari chekkadagi. Bermagansiz, ha? Necha bo'lsa bitadi dedingiz? 5,5 dan chiqsa bitadi. Bular o'tgan yilgi qo'zilarda? Qo'zi. 5,5 dan chiqsa baraka. Izi ko'pmi? Bor, izi bor. To'y hasham marosimlarga tayyor so'yishga tayyorlari ham bormi uyda? Bor, ha? Bo'lmasa raqam qoldiraylik aka. Ayting. 99 kodi bilan 757 8900 raqamga qo'ng'iroq qilib bizda Surxon Abzor kanalini aytsalaringiz kelishtirib berishadi. Qanday urg'ochi qo'ylar ham bor-da? Ha, urg'ochi qo'ylar tuqqan. O'ldi. Ko'raverasizlar, yana 10 ta qo'y bor deb aytilyapti. Aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Sizlar xaridorlar telefon nomeriga adashmaslik uchun 2 bilan 7 ni men Shevada gapirdim. Negativlar kerak emas. Sog' Yana to'g'ridan-to'g'ri qo'zilar qo'ylardan ko'rsatib o'tamiz. Azizlar, nechta qo'zilar qo'y bor? 10 tadan ziyodmi?
Mana. Bozor qancha ko'taryapti aka? Qo'zilib qo'ylardi. 5,5 6 har xil. Necha bo'lsa bitadi deyapsiz? O'tib beriladi. Qayerda qo'ylari? Termiz namunani qo'ylari. Izda ko'pmi faqat shularmi? Izda bor. Undan raqam qoldiraylik. Ayting. Nomeringizni. Endi xaridorlar ko'p. 99 kodi bilan 626 86 88 raqamga qo'ng'iroq qilib savdo qilaverasizlar. Termiz namunani qo'ylari. Yakka o'zi ham bormi yo'qmi sog'liqda? Hammasidan bor-a? Izi ko'p deb aytilyapti aslo. Qo'zg'olon qancha olib qoldi aka? 5200 olib qoldi savdosi. 53 mi? 52. 52 ga mana qo'zg'olib qo'y. Qo'shqocha urg'ochi. Urg'ochi deb aytilyapti, mana ko'raverasizlar. Bo baraka bo'ldimi? Nechi ketdi? 24. Urg'och qo'shqor. Qo'shqor. 24 ga mana ko'rishlaringiz mumkin mana azizlar. Gap yo'q. Rahmat, mana shunday narxni yashirmay aytgan odamlarga rahmat desak arziydi azizlar. Mana 24. 200 dollar bo'pti-da, 24 ga. Realni narxi mana akamiz ham aytib turibdi, gap yo'q. 5,5 bo'lsa baraka deyapti, mana sotuvchi akamiz, gap yo'q. Termiz bozor. Aka, yegizmi deyman-a? Qancha so'rayapti xaridor? 8,5 million. Bitmagan. Qo'shqorcha urg'ochi. Bitta qo'shqor, bitta urg'ochi, gap yo'q. Egiz tug'adigan qo'ylardan mendan so'raganlar juda ko'p edi azizlar. 8,5 ga berilmagan. Necha bo'lsa olin dedingiz? 9 bo'lsa baraka. Bu egizda izi bormi, faqat shumi? Izi bo'lsa manzil bilan nomer qoldiraylik aka, ayting. Demak, nomer qoldirmaymiz. Savdongizni bersin, rahmat. Ko'raveramiz. O'zlar qancha olib qoldi aka? Qancha bo'lyapti? Necha? 32 dan baho qo'yilib turibdi. 28 dan bitmayapti. 3 oy ham qo'shqormi? 3 oy ham qo'shqor 2 million 800 dan berilmayapti azizlar. Bitta malla ikkita qora qo'shqorcha. Gap yo'q. 32 dan baho qo'yiladi. Demak 3 millionlarga bitar ekan-da. Mana ko'raverasiz. Qayerda qo'shqorlar? Angor tumanidan kelyapti sotuvchi ham. Rahmat. Sog'liqmi-kan? Qancha bo'lyapti savdosi? 3 millionga qisir bo'g'oz. Qisir sog'liq 3 ga bitmayapti. Necha bo'lsa oling dedingiz? Qo'chqorimiz 3 dan ko'tarsa baraka. Azizlar, qo'chqorlardan so'raganlar uchun qancha bo'lyapti savdosi? O'zingiz ko'rinmaysiz. Mayli. Endi o'zi ko'rinishni xohlamagandan keyin biz ham video qilmaymiz. Qo'shqorcha qancha olib qoldi ekan-a? Qo'shqorcha qancha olib qoldi? 5 million aytilishimi? Necha aytyapsiz? 5 million aytilishi. Xo'p, qo'zi qo'shqor, ha? Necha so'radi xaridorlar bugun Termiz bozorida? 4,5 ham so'radi. 4,5 gacha so'rab turibdi deyilyapti, gap yo'q. Qo'zi qo'shqorda. Mana. Bova necha bo'lsa oling dedingiz, xaridorga bir yorilib gapirdingizmi? Yo'q, savdosini bergan. 5 aytib turibsizlar. 5 million aytilish bo'ladi. Mana ko'raverasiz. Rahmat, mana shunday narxni yashirmay aytgan odamlarga rahmat desak arziydi. Qo'zini qo'y ko'rsatib o'tamiz azizlar. Qo'zisi ham kattagina ekan. Qo'shqorcha urg'ochi. Urg'ochi bolasi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. 3-tug'ishi. 3-tug'ishi qancha so'radi xaridorlar bugun? 7 million 300 so'ra, 7,5 bo'lsa beramiz. 73 ga bitmagan. 7,5 bo'lsa baraka. Gap yo'q. Termizni qo'yaymi? Albatta. Termiz namunani qo'y. Haqiqatan qo'zisi kattagina ekan azizlar. Mana men 0,5 qilib olyapman. Sizlarga kichkina ko'rinishi mumkin, lekin mana bunda oldidan ko'rsangiz, qo'y ko'rinadi qanday. Meni bo'yim ham baland, o'shaning uchun sal balanddan olinadi video. Ko'raverasiz. Bittasi efirga-da. Bittasi efirga. Qo'zim qancha? Surxon obzor. Savdosi qancha qoldi aka? 5 million 800. 58 ga qo'zilib qo'y. Bermagansiz-da. Necha baho qo'ydingiz? 65 baho qo'yilyapti. Gap yo'q, mana ko'raverasizlar. Demak, 6 millionning atrofida bitadi. Mana ko'raverasiz. Qo'zisi qo'shqor urg'ochi. Qo'shqorcha ekan, bo'ladi.
Termiz bozoridan. Azlar aka kam qopdik-a? Assalomu alaykum. Zo'rmisizlar? Charchagansiz. Qo'chqorlar. 5 ta qoldimi? Ha aka. Ha 5 ta qoldi. Qanday bo'lyapti savdo? Zo'rmi? Mana jino olingan malla qancha bo'ldi? 7 ta deyapmiz. 33 dan so'rayapti. 33 dan bitmayapti. Mana. Qorasi-chi, bu ham shundaymi? Bu ham shunday. Kattaroqlari-chi? Qolgani 42 dan deyapmiz. Qolgani 42 dan aytilishi kelishtirib beriladi. Manzil bilan nomer qoldiraylik aka, izi ko'p bo'lsa. 97lik 97 kodi bilan 533 1660 raqamga qo'ng'iroq qilib, bizda Surxon Obzor kanalida aytsalaringiz, hammasidan bor uyda. Izi ko'p azizlar. Aloqaga chiqaveradi. Termizmida manzil? Ha, shahar. Termiz shaharda o'zida manzil. Termizdan ham obunachilarimiz juda ham ko'p. O'sha obunachilarimiz uchun bemalol mana manzil qoldiryapmiz. Kelishtirib beramiz. Kelishtirib beriladi. Qo'zilarni bir suruvdan so'raganlar uchun qayerda qo'zilar? Angordan kelyapti. Qo'chqor urg'ochi. Aralash. Qancha so'radi xaridorlar? 8 bo'lsa ol. 3 milliondan so'rayapti. 3 million berilmagan. Necha bo'lsa baraka dedingiz? 3,5 million. Bu qaysi oy tug'ilgan? Yanvar, dekabr. Dekabrski qo'zilar, ha? Kavyo. Bularga agar izi ko'p bo'lsa, manzil angor. Nomer qoldirib nima deysiz? Qoldirmayapsiz. Bozorda sotiladi, xudo xohlasa. Yo'da yana bir suruv qo'chqorlardan ko'rsatib o'tamiz azizlar. Qayt orqaga. 3 5 ta qopda. 5 ta qoldi. Savdosi qanday bo'lyapti? 4,5 million berilyapti, bitta katta qo'chqorni. Xo'p, 4,5 dan bitmaganmi? Yo'q, berilmagan edi, beramiz endi. Endi beriladi. Ha, ikki katta qo'chqor. Xo'p, Mana bu ikkovini 7 million 800 ga savdosi bo'lyapti, 8 berilyapti. 78 ga bitmayapti. 4 milliondan 8 bo'lsa baraka deyapti. Beramiz. Mana shu ikkita qo'chqor. Ko'raverasiz. Ikkita qo'chqor. Mana. Ko'zi, shuyla. Maydasi-chi? Malla 3,5. Kim 3,5 ga berilmadimi? Yo'q, beramiz. 3,5 ga beriladi. Qayerda qo'chqorlari bular? Sho'rniki, sho'rni. Termizdagi. Gulbahor. Termiz Gulbahorda manzil azizlar. Egasini raqamini qoldiramizmi yo'qmi? 91 kodi bilan 583 583 61 61 raqamga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi. Bizda Surxon Obzor kanalini aytsalaringiz chiroyli narsa kelishtirib berishadi. Hop, qo'zilib qancha olib qoldi? 7 million aytilishi kam. Gap yo'q. Qo'chqorchami? Bo'lasi qo'chqorcha. Bo'dir qancha ko'tardi bugun? 6 million 200 so'rab bermaydi. 62. 62 ga bitmayapti azizlar. Mana ko'raverasiz. O mana azizlar qo'zili qo'ylardan-da. Qo'zili qo'ylardan so'raganlar uchun ko'rsatib o'tamiz. Qancha ko'tardi bozor? Katta. 400 bo'ldi, 7 million 300 bo'ldi, shuni so'rayapti. 73-74 bitmagan. 63 64 ga bunisi. Kelishtirib berasizmi? Kelishtirib beraman, 6,5 bo'lsa buni beraman, 7,5 bo'lsa bunisini. 6,5 bo'lsa bunisi, 7,5 bo'lsa unisi beriladi. 33 mana bu qo'chqorchani beraman. Buni 33 ga mana bu qo'chqorchani beraman deyapti. Kam qopdi-da bu hafta. Ha, buni ham qo'ydi. Bir bera pishirib qo'ygan. Birinchi unga qo'ygan lekin. Ko'ringlar, arzon qo'ydi. Termizdan oldingiz-a? Termizdan. Termizdan akamiz kelishtirib beradi. Bizda Surxon Obzor kanalini aytib qo'ng'iroq qilsalaringiz, manzil Termizda. Telefon nomer qoldiramizmi yo'qmi? 94lik 205 94 kodi bilan 205 29 29 raqamga qo'ng'iroq qilib savdo qilaverasizlar. Savdongizni bersin, rahmat. Mayli, salomat bo'ling. Rahmat. O'n uchga bitmayapti azizlar. Mana bu taka. 13 ga so'rayapti, 13 ga. 13 ga bitmayapti. Mana. 13 ga bitmayapti. 13 ga bitmayapti. Bovam qani bovam? Ha bova. O mana azizlar.
Bova qaysi baraka bo'ldi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Nech ketdi bova? Qo'shqarshami? Urg'ochimi? Necha baraka bo'ldi bova? 3 million, 3 million. 3 million. To'qli nima? Bitta qo'chqor, bitta qo'y. Bitta qo'chqor, bitta urg'och emas. 3 milliondan gap yo'q bova. Sotganga ham, olganga ham barakali bo'lsin. Mana bovomizni hamma taniydi. Gap yo'q. Baraka bo'lganlar 3 millionga. Bitta to'qli, bitta qo'chqor. 3 milliondan 6 million. Gap yo'q. Sotganga ham, olganga ham barakali bo'lsin deb qolamiz. Termiz bozorida to'g'ridan-to'g'ri narxlar. Mana. Gap yo'q. Baraka bo'ldimi kana? Qo'chqorcha. Necha ketdi? 38 ga qora qo'chqor. Mana. Bu yerda ham baraka bo'lganlarda. Termiz bozorida savdo avjida azizlar. To'g'ridan-to'g'ri ko'rasiz. Qayerda qo'chqorlar ekan bular? Manzil qayerda ekan? Manzil. Qaytar. Termizda. Kelishtirib beraverasizmi obunachilarga aka? Aka? Ularga telefon nomer qoldirasizmi xaridorlarga? Yo'q, yo'q. Bozorda sotiladi, xo'jalasa. Gap yo'q. Hozir ham mana xaridorlar kelib ko'rishyapti. Bir boshdan. Bu ikkita qo'zilib qo'ymi yo bittasi egiz tuqqanmi? Yo'q, ikkita qo'y. Ikkita qo'zilib qo'y. Qo'zilari qo'chqorchami, urg'ochimi? Urg'och ikkalasi ham. Qancha so'rayapti xaridorlar? 6,5 dan bermagan. Nechidan bo'lsa oling dedingiz? 7 dan o'tsa baraka. Mana hozir rangi tiniq qo'zilar ko'rishlaringiz mumkin. Ham qo'ylarda ham 7 bor ekan. Mana birinchi bolasi deb aytilyapti. Mana ko'raverasiz. O'zimizda ham chiqib. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bular sotilyaptimi? Olingan bular. Olingan. Narxini bilmaysizmi? Yo'q, bilmayman. Bular olingan ekan azizlar, qo'chqorlar. Men tushunmagan. Mana ko'raverasizlar. Qani, akalar egalari bormikan? Chiqaramizmi? Xaridorlarga? Bu qo'zili qo'y ham bormi deyman-a orasida aka? Qancha so'radi qo'zili qo'ydi? 6 million. Bitmagan. Necha bo'lsa oling dedingiz shuni? 6,5 bo'lsa baraka. Qo'chqorlarchi? Mana qora katta. 4,5 bo'lsa baraka. Qo'zi qo'chqorda. 38 gap yo'q. Aka, xaridorlarga manzili bilan telefon nomer qoldiraylik. 90 kodi bilan 644 50 30 mi? 50 34. O'sha raqamga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Manzil qayerda? Manzil qayerda? Manzil. Sohil Termizda. Gap yo'q azizlar, mana ko'raverasizlar. Kelishtirib berishadi. Bizda Surxon Obzor kanalini aytsizlar. Surxon Obzor kanali obunachilari uchun 1,900,000 so'mdan Farg'onadan to'g'ridan-to'g'ri drobilkalar yetib keldi Surxondaryo viloyatiga. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmati mavjud. Boya aytgandim 1,900,000 dan narxlari. Mana do'stimiz qisqacha ma'lumot berib o'tadi. Qaysi biri 1,900,000 dan? Mana bir alyumin motorligimiz bor. Alyumin motor 18 pichoq bilan jihozlangan. Displey bo'ladi. Setkalar 4 xil setkasi bo'ladi. Xo'p. Motorlarimiz releylar bilan jihozlangan. Relesi bor o'zini. Tiqilib qolsa, boshqa bo'ladigan bo'lsa, o'zi avtomatik o'zini o'zi himoya qiladigan qurilmalar qo'yilgan bunga. Endi bunga keladigan bo'lsak, xuddi shuni aka mis motorlisini ham ko'rsatib o'tib ketaylik. Xuddi shuni aka mis motorlisi 6,5 kilovat, 3000 оборот mis motorlisi. Ariol motorlardan qo'yilgan mana. Sertifikati bor, mana sertifikatlargacha bor aka. Motor qismiga qancha garantiya berilyapti? Motorlarimizga aka zavod standarti bo'yicha 1 oy garantiya beramiz. Temir sohasi bo'yicha 6 oy garantiya beramiz aka. 6 oy garantiya berilyapti. 4 xil setkasi bor.
Bunisi qo'y bob qilib beradi, mol bob aka setga. Ha bu agar yirik qiladigan bo'lsa, bunisi mana quruq o'tlarga faqat bular. Bunisi bundan ham mayin qilib beradi aka. Bularimiz bug'doyniki, keyin makkaniki. Buni sotali makkaniki bo'ladi aka. 4 xil setkalarimiz bor. O'zbekiston bo'ylab dastlab xizmati mavjud azizlar. Nafaqat Surxondaryo emas, qo'shimcha ma'lumotlar uchun video ostida qoldirilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilsalaringiz bo'ladi. Do'stlarimiz ancha chegirma qilib tashlashibdi. Xalq uchun ishlayapmiz aka, endi xudo xolasa. Foyda qolyaptimi deb so'rasam, xalq uchun ishlayapmiz deb aytyapti. Gap yo'q. Rahmat, baraka topishsin. Rahmat. Video ostida qoldirilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Kimga kerak bo'lsa, chorva akalarga.